Assalomu alaykum, traktor baroz mijozlari. Bugun mana Vobkent tumaniga keldik. Buxoro viloyati Vobkent tumaniga. Xudo xolasa bitta akamiz 1 yil oldin bizdan traktor oldi. Traktorning holati qanaqa va qanaqa ishlatyapti, nima ishlarni qildiryapti? Ma'lumot olish maqsadida Buxoro viloyati Vobkent tumaniga keldik. Xudo xolasa hozir video davomida qo'yib boramiz hammasini. Videoda kamchiliklar bo'lsa, yozib ketasizlar, aka video qilamiz. Bu haqida ham ma'lumot yozsangizlar, xudo xolasa ularni ham tushiramiz. Hozir bizlar Buxoro viloyati Vobkent tumanidamiz. Bugungi videomizda xudo xolasa Yuto traktorini olgan mijozimiz oldiga keldik. 1-2 yil oldin olgan. Yuto 554 xarid qilgan. O'sha akamizning oldiga kelib, xudo xolasa bugun video ishlash jarayonlarini video qilamiz. Akam o'zi haydab chiqib kelyapti mana. Yuto 554 traktorimiz. Xudo xolasa bu videomiz Buxoro viloyati Vobkent tumanidan olinyapti. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Agar kamchiliklar bo'lsa videoda kommentariyada yozib, nima kamchiliklari bor va yana nimalarni tushirishimiz kerak, yana nimalarni video qilishimiz kerak, qanaqa traktorlarni ishlash jarayonidan video qilamiz. O'sha haqida bitta ham yozib qoldirsangizlar, keyingi videolarda shunaqa obzorlarni qilamiz, xudo xolasa akalar. Ana Yuto 554 55 ot kuchi traktorimiz. Hozir dalaga olib chiqib, dalada ishlash joyidan bitta video qilamiz. Hurmatli mijozlar, bitta baho berib qo'yasizlar. Traktorini xudo xolasa dalaga olib chiqyapmiz. Orqasida qo'ldan o'zi yasagan, samodelni yasagan narsalar bor ekan. Haydoga moslashtirilgan. Mijozlar, mana bizlarni 554 traktorimiz Buxoro viloyati Vobkent tumanida ishlash jarayoniga kelganmiz. Dalaga tushyapti hozir. Orqasiga 1 yil bo'lgan ekan olganiga. Manimcha yanvar oyida o'tgan yil xarid qilgan. 1 yil bo'lib qoldi. Aka, yana nima ishlarni qildirasiz bunga? Qanaqa agregatlari bor orqasiga osadigan? 3 korpuslik plugi bor. 3 korpusli plugi bor, Shavoz ekan o'zlarini. 1 tonnalik doğru sepadigan Apolloni bor. 1 tonnalik Apollon ishlatadi. Keyin mana shuni dalada ishlatib, chizilchasini dalaga ishlatyapti hozir. Video lavhalari bo'ldi. Traktor qanaqa ekan Shavoz aka, o'zingiz fikringiz? Fermer Yaxshi. Ishlashadi o'zi. Shu traktorimiz 554 55 ot kuchli. Bu Traktor Boros kompaniyasi nomidan aka, ozgina bo'lsa ham endi sovg'amiz. Xudo xolasa aka, yaxshi kunlaringizga ishlating traktorni. Xudo xolasa dalalarga keldik. Uzumzorlarning orasiga mana Hozir bir marta yurib o'tdi, yana bitta
haydamoqchi hozir. Yuto traktorimiz hozirgi kundagi narxi 220 million so'm, 55-60 ot kuchini beradi. 4 ta silindrli oldi orqa tortadi. Leasing asosida ham chiqazib beramiz. Boshlang'ich 25% ni to'lov qiladi. Qolganini 3 yilga bir, 6 oyga bir marta to'lov qilib 3 yilgacha beramiz. Yiliga 2 marta to'lov bo'ladi. Yillik foizi bo'ladi 18.1% dan mikro leasing orqali chiqazib beramiz. Bundan tashqari oyma-oy chiqazib beramiz. Oyma-oy chiqadigan bo'lsa 5 yilga beriladi. Boshida eng kami 20%, 15% bilan ham chiqazsa bo'ladi. Faqat oylik to'lovlari oyma-oy 5 yilgacha chiqadi. 5 yildan 4 yilga, 3 yilga, 2 yilga faqat to'lovlari oyma-oy bo'lishi mumkin. Naqdga yana skidkasi baribir bo'ladi. 5-10 million so'm skidkasini qilib beramiz. Bemalol kelib ma'lumot olsangizlar bo'ladi ofislarimizdan. Hozir bu traktorimiz Buxoro viloyati Vobkent tumanida ishlayapti. Olganlariga уже 1 yil bo'lib qolgan, xudo xolasa, hech qanaqa отказ bergan joylari yo'q. Hamma narsasi yaxshi. Xudo xolasa bundan ham kattarog'idan, bitta Yutodan olaman deyapti aka.